Assalomu alaykum hammaga. Mana oldimda SSP kasalligining muammolari bo'yicha yozilgan arizalarga kelgan javob xatlarini ma'lum bir qismi bu. Qanchasini tashlab yuborganman, yirtib yuborganman, yo'qotib yuborganman. Javoblar, xullas arizalarimizga tayinli natija yo'q. Men sizlarga oxirgi marta Sog'liqni saqlash vazirligiga bergan arizamni o'qib bermoqchiman. Evet. ...2026 yil 23 may kuni O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligiga mana berganman, qabul qilib olgan va o'sha vazirlikni birinchi muavini Otabek aka bilan gaplashganmiz. Qolgan mana nimalarga bermagan, jo'natmagan o'zimiz hal qilamiz degan edilar. Sababi bu yerda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevga, nusxasi O'zbekiston Respublikasi administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyevaga, O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri Abdulla Aripovga, yana bir nusxasi O'zbekiston Respublikasi o'sha Sog'liqni saqlash vaziriga Adilovga, yana bitta nusxasi O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining bola huquqlari bo'yicha vakili bolalar ombudsmani Rahmonovaga, yana bitta nusxasi O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi senatori Aral Aminovnaga edi. Lekin bizning kelishuvimiz bo'yicha faqat biz Sog'liqni saqlash vazirligiga berganmiz. Endi to'g'ridan to'g'ri bu muammolar Sog'liqni saqlash vazirligiga qaragandan keyin endi yangi rahbar keldi vazirlikka. Yangi rahbar bir yangi energiya bilan, yangi kuch bilan, yangi komanda bilan keldi. Bizning muammolarimizni hal qilib beradi deb o'ylovdik. Lekin mana iyun, avgust 3 oy bo'ladi. Muammolarimiz qanaqadir siljigandek bo'lyapti-yu, qog'ozlarda vazirlikni o'sha mutaxassislarning rahbariyatini qanaqadir gaplarida aytilyaptiki, lekin ko'rmayapmiz biz. Hozir men sizlarga o'qib beraman, nimalarni so'raganman. Sen so'ragan muammolarimiz bo'yicha biz ishlayapmiz, kerakli joylarga chiqyapmiz va hokazo. Pul kerak, misol uchun davlat tarafidan o'sha Moliya vazirligi pul ajratish kerak, reabilitatsiya markaziga qozonxona qurish kerak, reanimatsiya qurish kerak. Endi o'shani qachon bu bo'ladi deganimizdan keyin bular mana qilyapmiz deyishyapti. Xullas, bu yerda asosiy arizamiz O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevga yo'llangan edi. Xo'p, bu yerda bo'layotgan kamchiliklarni yozganmiz, holatlarni yozganmiz. Yakunida biz o'zi nima xohlayapmiz, vajlarimizni yozganmiz. Birinchisi, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 3-noyabrdagi 2026 va 2030 yillarda kam uchraydigan o'rfan va boshqa irsiy genetik kasalliklarga chalingan bolalarga tibbiy va ijtimoiy yordam ko'rsatishni tashkil etish bo'yicha chora-tadbirlar dasturini tasdiqlash to'g'risidagi Prezident qarori 331-sonli qaror talablarini ijrosini ta'minlash bo'yicha birinchi punktda yozyapman. Muhtaram Prezidentimiz Shavkat Miromonovich bizani farzandlarimizni kasalligini, ya'ni SSP kasalligini shu o'rfan va boshqa irsiy genetik kasalliklarga chalingan bolalarning ro'yxatiga kiritdi. Qarordan menda nusxa bor, mana bu yerda. Mana o'sha qaror, ya'ni o'sha 331-sonli qaror, bu qarorda ro'yxatda sklerozlashgan panensefalit kasalligi mana imzolangan hammasi. SSP kasalligi o'rfan kasalliklar ro'yxatiga qo'shilgan va davlat tarafidan pul ajratilgan. Mana ko'rishingiz mumkin. 10-raqamda turibdi. O'tkir osti sklerozlashgan panensefalit bilan og'rigan bemorlarni maxsus dori vositalari, ya'ni odam immunoglobulini, o'sha Actagan, Biaven va hokazo o'sha dorilar kiradi va maxsus oziq-ovqat mahsulotlari bilan bepul ta'minlash. Tashkiliy chora-tadbirlar ishlab chiqish 2026-yildan 2030-yilgacha 68 milliard 700 million so'm mana. Bu
yiliga mana 2026-yil uchun 11 milliard 900 million so'm. Mana bu 2026-yildan tatbiq qilinishi kerak edi. Ya'ni 2026-yil yanvar, fevral, mart, aprel, may, iyun, iyul, avgust mana 8-oyi yarmiga keldik. Hali bu pullardan darak yo'q. Bu pul kelib tushgandan keyin bemor bolajonlarga dori-darmon olinadi, kashasi olinadi. Mana shu prezident qarori hozirgi kunda ijro bo'lmayapti, yotibdi hozir bu qaror. Bundan prezidentimizning xabarlari yo'q. Prezident topshiriq bergan. Kirgizgin va men pul ajratdim, davlat byudjetidan qilib berasan deb shuni ta'kidlagan prezident. Lekin bular nima qilyapti? Bular uskashligiga yo'l qo'yyapti. Bular amalda prezident qarorini bajarmayapti. Keyingisi. SSP kasalligining klinik bayonnomasini mahalliy poliklinikalarda, sog'liqni saqlash boshqarmalarida amalda tatbiq etish hamda 2018-yildan 2026-yilgacha qizamiq virusiga chalingan bolalarni nomma-nom ro'yxatini shakllantirish, barcha bemor bolalarni immunoglobulin G va immunoglobulin M qon analizlarini olib tekshirish, zarur bo'lsa shifokorning tavsiyasiga ko'ra EEG apparatiga tushirish hamda SSP kasalligiga chalinishning oldini olish choralarini ko'rish. Ya'ni Sog'liqni saqlash vazirligiga o'sha 2023-24-yillarda yaqin kunlarda ham chiqqanimizda bu kasallikka chalinish holati ko'payadi yaqinda, ko'payib ketadi. Buni e'lolmaymiz. Biz 10 ta edik, 100 ta bo'ldik, 200 ta, 300 ta, 400 tadan oshib ketdik hozir. Buni oldini olish uchun birgina shu yo'l bor. Ya'ni 2018-yildan 2025-yilgacha qizamiq virusiga chalingan bemor bolalarni chaqirib, ulardan qon analizini olish kerak. Bo'lmasa ular ertaga asorat bilan bizning safimizga qo'shilaveradi degan maqsadda yozilgan. Bunga ko'ngan edi. Oldingi Sog'liqni saqlash vazirligining rahbariyati, xususan Ilmira Bostixonova bilan yaxshilab biz kelishib olgan edik. Endi ular ketgandan keyin yangi rahbariyat keldi. Bular bilan bilmadim qanaqa kelishamiz. Uchinchisi, SSP kasalligining kelib chiqish sabablarini va davolash metodikalarini ishlab chiqishda har oyda kamida bir marotaba respublikaning tor doiradagi olimlari, bolalar nevrologiya professorlari, shifokorlarni malakasini oshirish instituti, fanlar akademiyasi, virusologiya, immunologiya va boshqa sohaga aloqador xodimlarni yig'ib konsulium o'tkazish va chet el shifokorlari bilan onlayn yoki ularni tashrifini tashkillashtirish. Shuningdek, nevrologiya sohasidagi har bir viloyatdagi mas'ul shifokorlarni yuqoridagi yig'ilishda ko'riladigan masalalardan xabardor etish. Shuni yozganmiz mana. Ya'ni bir oyda bir marta shu tor doiradagi mutaxassislar eng tepasida, masalan, nevrologiya, bolalar nevrologiyani birinchisi Shomansurov, vrachlar malakasini oshirish instituti dekanati Shahlopa, virusologiyadan o'sha akademik Musabayev, ularni yordamchilari, shogirdlari bor, Ranopa, immunologiyadan Tamarapa, bir qancha doktor, juda kuchli doktorlar bor, juda kuchli professorlar bor. Uni men bilmayman, uni vazirlik biladi. Shularni yig'ib davomimiz. Shu kasallikni bosh qotirsin. Kerak bo'lsa onlayn gaplashsin chet eldagi shifokorlar bilan va buni viloyatdagi birinchi raqamli bolalar nevrologiga tushuntirishsin deb yozyapmiz.